Bizi skandal urushlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kokoshda o'zimizni государственный klinikaga yotkizdirishdi. Eng zo'r klinikaga yotkizdirishdi. Juda ham palatalari go'zallikda, hamma yo'g'i go'zallikda, katta professorlarning qo'lida, nazoratida. Xudoyimga ming qatla shukr, dabitsa qildik, yotkizdirildi. Kim deb o'ylaysizlar, bu hammasini organizovat qildi. Oldida atrofida "Vayda!" deyotganlar emas. Munisa Rizayeva organizovat qilib, hammasini joylashtirib, yotkizdirib, hammasi go'zallikda, doktor nazoratlarida ertadan уже protseduralar boshlanadi. Xudo xolasa, bir oy, 1,5 oy ichida Kokosh o'zi istoriyalar yozib, o'zi efirga chiqib, o'zi intervyu berib, hammasini boshdan oyoq aytib beradi. Shu kasofat частный klinikalarga borib hech narsa qildirmaylar. Men hech qachon doktorlarni yomon deb chiqmayman. Men imенно частный klinikadagi o'shlarda aytdim. Mana bu MedPlus degan programma, bu eng meditsinskiy programmaning qimmati hisoblanadi. Biz Shohmed Centerda ishlaganimda mana shu programmani qo'yganmiz. Davlatimizda hamma narsa kompyuterlashgan, programma qilingan. Vrachlarning xonasiga e'tibor beringlar. Shuning uchun biron bir vrach, biron bir xodimni yomonlashdan oldin, o'sha yerda yurtni yomonlashdan oldin ayrim odamlarni o'zini yomonlash kerak. Lekin mana davlatimiz shunaqa chiroyli sharoit qilib qo'yganlar. Hozir qarab, har bitta xonasidan Turkiya ham orqada qoladi, Amerika ham orqada qoladi. Xonalarni sterilizatsiyasi bizani shu kirgizishmayapti. Mana shunda hozir ham qo'yamiz. Hozir joylashtirib chiqib ketamiz. Xullas, hamma kompyuterlashgan, programmalar qilingan. Mana shu gapim sizlarga shu faqat davlat больницasiga kelinglar, boshqa gap yo'q. Ovqatlanadigan joylarni ko'rasizlarmi? Sizlarga bitta ko'rsatib beraman. O'sha частный klinikada qassobxonada ishlayotganlarni aytdim. O'zini o'likka solib, bugun ham polniy расходlarini to'layman, kerak bo'lsa notariusdan borib, hamma yo'q qilib beraman, unaqa qilib beraman, bunaqa qilib beraman. Yuringlar, notariusga borib yozib beraman, расходlarini to'layman, hammasini to'layman deb notariusga borishsa, hozir pasportim olib chiqib, uyiga qochib chiqib ketib, qaytib chiqmadi. Kokosh jonidan to'yib ketib, charchadim men уже. O'zimni pulimga lutchi davolanaman dedi Munisopa kelib. Absolutno государственный klinikamizda professorlarning qo'lida Munisopa orqali absolutno besplatno пересадка кожа qilinar ekan, hamma yo'g'i qilinib, Xudo xolasa duo qilib tursanglar, 2 oyda Kokosh o'zi chiqib, hamma yo'qni podrobnostlarga aytib beradi. Mazolit qilmasdan bu temani tugatish payti keldi degan umiddaman. Blogerlarga, ba'zi birani Jasjan, Amirxon va boshqa blogerlarga tegishli. Iltimos, bespokойt qilmanglar kelib Kokoshda. Mana davlat больницасы qanaqa ko'rinishda. Bu davlat больницасы. Men sizlarga ожидаемыйsini ko'rsataman. Mana bloklarni ko'ringlar. Mana. Qaranglar. Kokosh уже charchab ketdi, уже jonidan to'yib ketdi mana. Mish-mish, ig'vo, gap, PR u budan. Dam olsin bechora qiz. To'xtataylik bugundan boshlab Kokosh yaxshi qo'llarda, Xudo xolasa 1 oy, 1,5 oy ichida oyoqqa turib ketib, yaralari bitgandan keyin o'zi chiqib hammasini gapirib beradi. Hozir men sizlarga palatalarda больницani qo'yib qo'yaman. Iltimos blogerlar ha deb kelib, aktrisalarimiz ha deb kelib bespokойt qilavermanglar, просто так dam olsin, lecheniya olsin. Hamma yo'g'i bitib ketsin, keyin ko'rishib gaplashasizlar. PR uchun yugurib borib video qilishda umuman naverna keragi yo'q. Bo'ldi, to'xtatinglar. Yana bir ichki ishlar xodimlariga juda ham katta minnatdorchilik. Kelib klinikani yopib, hamma yo'qni nazoratga olib, sog'liqni saqlash vazirligi hamma yo'q aralashib, hozir katta tekshiruv ketyapti. Hamma zakon yo'q, unaqa yo'q, bunaqa yo'q deydi-yu. Yo'q, hamma yo'q po zakonu, Xudoga shukr, hammasi joy-joyida, hammasi tekshiruvda. Bu doktor Xudo xolasa jinoiy javobgarlikka tortiladi. Qarochi Kokosh yaxshi qo'llarda, duo qilib tursanglar, yaqinda oyoqqa turib ketib, o'zi hammasini aytib beradi. Postlarni ko'rasizlarmi? Medsestiralar istoriya mana shunaqa registratsiyalar bilan o'tiladi. Har bitta narsa yonida papka bilan ochiladi. Shuning uchun
tanlayotganinglarda albatta e'tibor beringlar. Qayerga boryapsizlar, nima qilyapsizlar? Vrach yomon deyish oson, lekin vrach yomon deyishdan oldin sizlar bitta odamni hamma yomon deyishlar kerak emas. Shunaqa xizmat ko'rsatgan insonlar bor. Mana ko'ringlar hammanglar. Odamlar manaqa частный klinikalarga ishonib, o'zingizlarni sog'lig'ingizlarga zarar keltirmanglar. O'zimizning государственный, O'zbekistonning государственный klinikalari bor. O'sha joylarda davolaninglar, o'sha joylarda operatsiyalaringlarni qildiringlar. Bizda zo'r vrachlar bor. Necha kundan beri aytaman. Bu qassobxonani men imенно shu klinikani aytdim. Qassobxona yo boshqa hamma doktorlar degan joyim yo'q. Qassobxona deb imенно shu klinikani aytdim. Mana прекрасный professorlarni qo'liga topshirdik Kokoshda. Xudo xolasa oyoqqa turib ketib go'zallikda sizlarga aloqaga chiqadi. Allohga ming qatla shukr, shum ko'tarilib Halima opani holi tushmadi shu Kokoshni boshiga. Vovремя shum ko'tarib, mana joylashtirib, Xudo xolasa bugundan lecheniyalar boshlanyapti. Duo qilib turinglar. Professorlarimizga ham duo qilib turinglar. Ichki ishlarga ham duo qilib turinglar. Shuncha harakat qilishib joylashtirib qo'yishdi. Ko'rsaman, bular aynan borib, ko'rib, ikkita professor mana olib kelindi. Hozir mana shu yerda bemalol aytishingiz mumkin, Munisa o'zini kontrolida, tepada okean kontrolida. Halima opani situatsiyasida ham Yulduz opa, qolganlar hamma atrofini akrujat qilayotganlar shu mixa ko'tarib voyda deb janjal qilishib yorganda, может быть endi mo'sh qutqarib qolish ilojisi bo'lardi. Mana Xudo xolasa bugundan lecheniya boshlayapti. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Katta rahmat reaksiyalar uchun. Hammamiz sog' bo'laylik, ehtiyot qilaylik o'zimizni. Men sizlarni juda ham qattiq sevaman. Kokosh yaxshi, Jasmin. Hammasi yaxshi. Davlatga topshirdik. Hammasi kontrolda, hammasi sterilni o'rta. Xudo xolasa hammasi joyida. Iltimos yana bir marta aytib o'tyapman, blogerlar klinikaga kelib bespokойt qilmanglar. Очень iltimos qilib aytgan gaplari. Bespokойt qilmanglar, PR uchun yugurib yurmanglar. Iltimos sizlardan tinch qo'yasizlar degan umiddaman. Tinchgina lecheniya olsin. Oyoqqa turib ketsin. Keyin ko'chada, Xudo xolasa, ko'chada gullak qilib yurganinglarda ko'rishasizlar. To'g'risini ochiq odamlarga aytish kerak, odamlar o'zini qarorini chiqarish kerak. 2015-yilda ish boshlaganman. 10 yillar bilan biror ma'lum bo'lganmi shu paytgacha? Fibrin to'qimalar tozalab tashlandi. Men o'zlari bilan ham ko'rishaman. Siz o'zingiz profiligingizni isbotlab bera olasiz, to'g'rimi? Hammasi Operatsiya to'laqonlicha bo'ldi. kamaytirish kerak desam, yana ko'payib ketyapti-da. Mana shu qanaqadir rasmlar chiqyapti-da, endi shundoq rasmga tushirib, har xil odamlar, misol uchun hozir axborot hujumi bilasiz. Klinikaga nisbatan ham baribir nomiga dog' tushishi mumkin yoki o'sha qizimizni ham baribir nimasi bo'yicha bu bo'yicha o'zi siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi etapda bu o'zi jarayon normal holatga ketyaptimi yoki qanaqadir bu yerda lecheniyada shu darajagacha vaziyat chigallashib ketishigacha misol uchun qanaqadir nimadir sabab bo'ladigan ozgina muammolar bormi? Buni chunki to'g'risini ochiq odamlarga aytish kerak, odamlar o'zini qarorini chiqarish kerak-da aka. Masalan, nekrektomiya taqsislariga ham chaqirildim. Nekrektomiya qilindi. Hozir masalan yarada yiring yo'q, fibrin to'qimalar tozalab tashlandi. Nekroz to'qimalar tozalab tashlandi. Yarani holati to'g'risi koagulyatsiya to'qima qoplanib bormoqda hozir. Bitishi biroz kechiktirilgani bilan ikkilamchi bitadi. Lekin bitib ketadi. 2 oylarda cho'zilishi mumkin. Endi to'liq bitishi, demak, plus-minus bilan har xil bemorlarda kuzatilganda 6 oy organizm